yana biz mana bu JTR bilan gaplashib o'tiribmiz. Bo'yib ketdi shekilli. Menimcha aytyapti, sen o'zing ayt. Короче, sen meni qurgan sam безопасный boyligimni saqlaydigan uydan o'tolmaysan, men kirib narsalarni ola olmaysan boyligim. Agar ola olsang, barcha o'sha yerdagi boyligim seniki, hattoki uy ham. Juda ham kattagina taxtadan bo'lsa ham uy qurilgan. Taxtadan самый безопасный uy. Albatta o'taman. Unday bo'lsa, senga faqat mayli o'zing bilan qilichingni olib kirishing, bir ikkita instrumentingni olib kir o'zing bilan. Lekin to uyga kirgancha undan keyin ishlatish mumkin emas. Uyni ichiga kirganimcha mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mayli, men ishonaman men o'zim uyimga. Ikkinchi etajga chiqqaningcha ishlatishim mumkin. Tamam. Yaxshi. Ketdim men. Xayr, men seni kutib turaman. Mana bular qo'yib taxta. Chiqib qolmasin deb mana bu yana bir marta qo'yasiz. Ayyo, to'xta. Ketdik. Yomg'ir tezroq yugurishga va shu taraflarga degan edi. Daraxtlardan so'ng muncha yomg'ir. Hoppa, tuxum. Kimdir tushirib yuborgan shekilli. To'g'richa. Hoppa. Birinchi uyni atrofini ko'rib chiqamiz. Motorlar hushyor bo'lish kerak ikkinchi etajdan. Shular tamom. Hoppa. Ikkinchi etajga chiqqanimcha ishlatishim mumkin. Hoppa. Mana bu sindira olsa kerak. Hoppa. Nima bo'ldi? Oh my god. Mayli, qonun beshigidamiz, u yerdan ketishim kerak deb. Hoppa, tushdim. Endi esa menga bular kerak emas. Bularni yo'qqa, bular ham umuman ishlatish mumkin emas. Yo'qdagi narsalarni bloklar nimaga oldim? Bu yoqdan so'zlaysiz. Hoppa. Tamam, to'xtanglar.
Ayrı boyutlar. Tamam ettim şekilli. Nimaga o'rganmadimi? Ha, bunu qurgan narsasi buzilgan. Uni chaqirib bir taqlatib olaymi, g'irromlik bo'lmasin. Mana taxlab ketdi u. Endi esa men kalitni topishim kerak. Joyini o'zgartirdim dedi. Dirla, короче. Nima edi bu? Ikkitagina jonim qoldi. Oy. Yaxshi. Nimadirlar beryapti. Tushundim. Endi esa bilan kiyaman. Qo'limni urib bilmay ekan. Almachani ham olamiz. Yeymiz bittasini. Jonim kutishim kerak. Opake. Ma, shuni endi beryapti. Нормально, сумма. Такой. Опа, набрал juda ham ko'p. Hojat bor, deyman. Yaxshi. Buni hammaga juda ham. Kemalarim. Oh my god, qo'ymas. Yaxshi desam yomonidan ekan-ku. Oh my god. Nimadir qilish kerak. Nimadir o'ylab topish kerak. Jonim ketyapti. Borishim, tamam. Buncha oson. Juda ham oson edi. Tamam. Namaz tugadimi? Agar ovozim past kelsa kommentariyga yozinglar. Bu safar men mikrofon bilan olamiz. Sal shunday bisotda ovozim 100% baland chiqar edi. Menga tamam. Menimcha uyni agar taxlab olaman desam taxlab olishim mumkin, lekin shart emas. Juda ham yaxshi. Hozir endi bahosini qo'yishim kerak. Undan nechi? Qani ko'ramiz. Lekin yoqni juda ham kuchlisini qo'ygan. Tan olish kerak. Shuning uchun 2 ball qo'shamiz.
videoni bu yana qaytib shunday qilib qo'yib ketgan. O, o'sha joyga o'tiribsan, молодец. Короче, nima qaytib kelding? O'tolmasdan qaytib keldingmi? Yo'q. Afsus, o'tolmadim desam ishonma. Nima? Bu mening omadlarimmi? Albatta, masangar. Podarka. Ustimdan kulyapsanmi? Yo'qol. Voy. Ketdi, haylo. Kechirasan, shoshmay tur. Sening qurgan uyingga mayli, xafa qilganim uchun 10 dan 6 ball. Nima? 6 o'yindan 10lik edi-ku. Unday bo'lsa, sen qurib ko'rsatchi biron kun. Agar mana shu videom hozir prosmotrim tushib ketgan ko'rgan bo'lsa, kanaling juda ham rasvosi chiqqan. O'sha uchun kel 20 ta prosmotr bo'lsa, yo'q 10 ta prosmotr bo'lsa, sразу o'zim samizashon uy qurib ko'rsataman. Sanikiday portlab ketib, uy ham buzilmaydigan qilaman. Uy ham buzilmaydi, kichikroq bo'lsa ham sifatli bo'ladi. Ko'ramiz. Давай, so'qbe. Yo'q. Ama qayerda sizlar bilan men shu qanaqa Gamerlik bugun Lider Davik degan kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana bu uydan